Ada sizdami hech kim bo'lmaysan deb rosa meni urishardingiz. Ayniqsa mana shunaqa o'ynab Instagramga video qo'ygan kuni moxonaga olib kelib rosa urgansiz. Bugun men mana shu do'konga birinchi reklamamni sotganman. Yo'q, Hali sizga uy, mashinalar sovg'a qilaman ada. Normalniy summa sotganmi deyman. Va bolam, men qarashaman senga. Brendros do'konida любой futbolkalar 99 ming so'mdan. Bundoq qiling. Vitrovkalar hammasi 99 ming so'mdan. Shim va jogerlar. Yo'q, ada o'yin bo'tdi emas. Nimchalar ham 99 ming so'mdan. Sal bachkina bo'lib ketyaptim bolam. Yo'q, sizga shunaqa. Do'konda ko'rgan любой oyoq kiyiminglar 99 ming so'mdan. Ada o'ynang. Boom, ande, ande, Brendros do'konda hammanglar kutib qolamiz. boom, ande, ande. Sizni bir minut mumkinmi? Reklama bo'yicha men bilan gaplashasiz. Amaki, men shu xo'jayinman-da. Ishchilar maslahatlashmasdan adashib o'g'lingizdan reklama olib qo'yishdi-da. O'sha videoni qo'ymaylar-da, mana shu kiyimlar bizdan sizlarga hadya. Adashib? Ha. Bizani vaqtimizni bekor ketkizdinglarmi? O'g'lingizni ham kontentini tayini yo'q-da, amaki. Tayini yo'q. Sen mana shunaqa o'yna olaysanmi? O'yna. O'yna olmaysan. Meni yosh bola qilma. Kelishilingan summani teng-tengigacha berasan, yo'masa ketish yo'q. Qo'yma deylar-da. Mana kelishilgan pul. 300 ming? Nech pulga gaplashgansan? 250 ming. 50 mingga roziman, amaki. Boshqa kelmanglar, faqat iltimos. Voy, maras. 300 mingga nega shunaqa voq maqtashadingmi? Uy, mashina, uy olib berasanmi? Uy olib berasanmi? Voqini tashab ketib keling.